Sergeli Stratili mahalladan yaxshi bitta xonadonimizga chiqib qoldi. Mana xonadonimizni ko'ryapsizlarmi? Zeleniy zonani ko'ryapsizlarmi? Juda ham zo'r xonadon ekan. 5 sotuv, 7 ta xona, 3 ta sanuzul, hammom, tualet, oshxonalardan muammo yo'q. Bu taraf polni oshxona qilingan ekan, hammom, tualetlar ham bor ekan. Qo'lida ichlarida ham 7 ta xona, 2 ta zal, yotoqxonalar, sanuzul bemalol bo'lgan xonadonimiz. Orqa oldi ko'cha ekan. Bu tarafdan ham bemalol kirib chiqsangiz bo'ladi, bu tarafdan ham bemalol kirib chiqsangiz bo'lar ekan. Bu xonadonimizga metro 300 metr masofa ekan, peshkom yursangiz, atrofida maktab, bog'cha, masjid, open magazinlar, tamojniy skladda shundoq bu tarafi bo'lyapti. Xullas, havas deysizlarmi? Supermarketlardan muammo yo'q. Havas, korzinka, olma, xullas baraka hamma magazinlar shu yon atrofida bo'lar ekan. Katta ko'chaga ham mashinadan bu taraf bilan chiqsangiz, taxminan 5-600 metr masofa bo'lyapti. Bu xonadonimizni narxiga keladigan bo'lsa, $273 ming so'ralyapti. O'zi narxini taqab qo'ydik. Kelinglar, kimgadir yoqsa, tepasida ko'rib, bemalol batafsil yana ma'lumotlarga ega bo'lib, chiroyli narxlarda inshaalloh barakasini qilsa bo'ladigan joylari bor. Ikki tarafi ko'cha bo'lyapti. Shuni hisobga olib qo'yinglar. Xudo xolasa, xonadon zo'r, yangi qurilgan, faqat fasad qismlari qolgan. Endi u yoqni o'zingizlar didinglarga moslab, chiroyli qilib bitirib olsanglar bo'ladi. Xudo xolasa, kimgadir qiziq bo'lsa, shu xonadonimizni aloqaga chiqaringlar. Inshaalloh chiroyli narxlarda barakasini qilib olsa bo'ladi. Mana shunaqa chiroyli xonadonlar hammamizga nasib qilsin deganlar bitta like bosib, yaqinlarga tarqatib qo'yinglar, hammaga manfaatli bo'ladi. Kimdir shu atrofdan uchastka olib, maza qilib yashayman degan oq ko'ngli bo'lsa, shularga ham xudo xolasa foydasi tegib qoladi. Charchamanglar.